Siz har kuni pul yo'qotyapsiz. Uxlayotganingizda ham, hozir ham. Bugungi $100, ertaga $90 bo'lib qoladi. Ishonmaysizmi? Keling tushuntiraman. Bu inflyatsiya. Keling tushunarli qilib tushuntiraman. Bozorda o'tgan yili go'shtning narxi 100 ming so'm edi. Hozirgi paytda go'shtning narxi 120 so'm. Uy. Uy o'tgan yili 50 ming dollar edi. Hozir hisoblasangiz 65 ming dollar. Pul kamaymadi. Shunchaki narsalarning narxi ko'tarildi. Siz 50 ming dollarni 2 yilda yig'guningizcha uning narxi 70 mingga ko'tariladi. Yana yig'asiz, yana ko'tariladi. Quvib yetolmaysiz. Endi nima qilasiz? Bankka borasiz, bankdan kredit olasiz. 50 minglik uyni bank sizga 100 ming qilib beradi. Shunchaki 20 yil umringizni o'g'irlaydi. Bir tomondan pulingizni inflyatsiya shunchaki chirityapti, ikkinchi tomondan bankdan 2 barobar qimmatga narsa olgansiz. Ikkita tomonlama yutqizyapsiz. Chet elliklar nega boy? Chunki ular pulini yostiq tagiga ham, kreditga ham tiqmaydi. Ular pulini o'stiradi. Qanaqasiga? Ular chet el kompaniyasining aksiyalarini sotib oladi va investorga aylanadi. Masalan, hammamiz biladigan Nvidia kompaniyasini 2016-yildagi aksiyasini narxi 81 sent bo'lgan bir donasini. Hozirgi kunga kelib bu aksiyani narxi $224 turadi. O'sha davrda siz $10 12 tagina aksiya sotib olganingizda hozirgi paytga kelib $3000 foydada bo'lardingiz. Agar siz ham investor bo'lmoqchi bo'lsangiz, mening sahifamga obuna bo'ling hamda kommentariyada aksiya so'zini yozib qoldiring. Men sizga investitsiya bo'yicha yo'riqnomani tashlab beraman.